Assalomu alaykum o'rtoqlar. 450 drift maktabi ochilgan bilasizlar. Sadulla aka, Mashhurbek aka birinchi shogirdlardan bo'lishdi. Mashg'ulotlarni boshlashdan oldin sizlardan bitta iltimosim va talabim, shartim bo'ladi. Xudo xolasa o'rgangan mahoratinglarni ko'chalarda agar favqulodda holatlar bo'lib qolmasa, umuman ishlatmayman deb so'z berasizlar. Shu sharti bilan men bilgan tajribamni sizlarga o'rgataman xudo xolasa. Rozimisizlar shu shartga? Roziman. Bo'lmasa mashg'ulotlarni boshlaymiz. O'zlari drift maktabi birinchi shogirdi ham chiqdilar. Mana Sadulla aka. Sadulla aka, drift qanaqa bo'lar ekan? Nimalarni o'rgandingiz? Avvalambor Anvar akamga kattakon rahmat. Juda ko'p tushunchalarni, ko'p narsalarni o'rgatdilar. Drift adrenalinga boy sport ekan. Driftni o'rgandim. Driftni o'rgandingiz, bu lekin hali boshlanishi, to'liq hali o'rganmadingiz. Xudo xolasa keyin yana ko'proq trenirovka qilsangiz, ko'p narsani o'rganasiz. Darslarga yana kelasizmi? Ha, Xudo xolasa yana kelaman. O'zim boshlaymiz. Yana harakat qilib, Xudo xolasa boshlamdan kelaman. Bundan ham zo'r bo'pti. Xudo xolasa yordam qilamiz qo'ldan kelgancha. Rahmat sizga. Hop.